Jizzaximizda sifatli akkumulyatorni zavoddan ham arzon joyini topdim. Tanishim zavodni maxsus do'koni, arzon deganiga. Yerinmasdan sanoat zonasida joylashgan O'rta Osiyoda yagona jaz zavodi yonidagi do'konga borib, narxlarni ko'rsam, bozor arzonroq chiqdi. Savdolashsam ham tushmadi. So'ngra bekorga otang bozor, onang bozor deyishmagan ekan deb chuqur bozorga qaytib ketdim. Bozorda narxlar turlicha. Kutilmagan xarajat bo'lgani uchun duch kelganini olib keta olmasdim. Do'konlarga kirib chiqib va nihoyat mana shu burchakdagi do'kondan eng arzon va sifatli akkumulyatorni topdim. Xushmuomala sotuvchi tezda o'rnatib kafolatini yozib berdi. Bu do'kon boshqalaridan tanlov ko'pligi va zamonaviyligi bilan ajralib turar ekan. Nafaqat akkumulyatorlar, balki original chexol, polik va turli aksessuarlarni arzon narxlarda topish mumkin ekan. Menga Nexia uchun akkumulyator eskisini o'rniga 520 mingga tushdi. Jizzaximizdagi shu kabi foydali videolarni ko'rib turish uchun like bosing, bizga obuna bo'ling. Rahmat.